Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Tuzimsiz aka? Rahmat, xudo nima xizmat aka? Hop, shu siz fermam bor. Aha. 2-3 ta kamera qo'yishim kerak. Hop. Hop, faqat Wi-Fi'm yo'q edi. Aha. Mollarimni ko'rib turishim kerak. Ha, mollarda. Shunga nima tavsiya berasiz? Hop. Bor aka, unaqasi Wi-Fi yo'q dedingiz. Wi-Fi yo'q. Hop. Bitta moshni variant bor aka, yangilik kelgan. Dahvo brendidan aka. Mana shu kameramiz keldi, yangilik. O'zi sotuvi moshni bo'lyapti ular. Hozircha 2 dona qoldi, zakazga yana keladi. Kameramiz o'zi ko'rinish holatda bo'ladi aka. SIM karta orqali ishlaydi. Megapiksel ham 3 megapiksel, tiniq olishi. Hali muammo emas aka. 360 gradus aylanadi. Bemalol fermaga qo'yib bersangiz, u tomonni ham, bu tomonni ham aylantirib ko'raverasiz. Orada mollar yo'qolib qolsa, bemalol tomosha qilib ham o'tiraverasiz yo'qolib qolgan. Muhimi molingizni moshni oladi aka. Uzoqdan turib ham hali nomlab bergan bo'lsangiz, tanib olsangiz bo'laveradi. Kamerani mana qo'shimcha xususiyatlari bor aka. Ko'rib turganingizdek, искусственный intellekti bor, odamning harakatiga qarab aka, kamera ham aylanishi mumkin. Ob-havoda любой injiqliklarga chidamli. Kamera aka bir so'z bilan aytganda moshni kamera. Xudo xolasa olib bemalol ishlatib sinab ko'rsangiz, ma'qul kelsa yana boshqa variantlardan ham qilib beramiz. Lekin aka yangilik kamera. Primoy telefonga ulanaveradi. Primoy telefonga ulanadi aka, ko'rib turaverasiz bemalol. Bo'laveradi aka, kamera ma'qul. Bor bundan yana soni. Bor aka, ustalarga nima qiladigan bo'lsangiz, usta topib beramiz, o'rnatib ham berishadi, xudo xolasa aka. Hop, bir yo'la o'zi o'rnattirib berasiz bo'lmasam. Bo'ldi. Ikkita qo'yamiz. Xudo xolasa aka. Kamera ma'qul menga. Aha.